Afsuski do'stlar, mana 5 kun harakat qildik va iloji bo'lmadi. To'g'risi do'stlar, vizasi chiqmadi. Bitta yo'li Afrikaga borib kelish kerak ekan. Men bormoqchi edim, birga borib kelmoqchi edim. Lekin menga ham viza, Afrikaning vizasi O'zbekistondan chiqar ekan. Shu sababli endi do'stlar, o'zim yo'lda davom etyapman. Hozir akamiz keldi, Bilolbek ishxonasidagi akamiz mana. Hammaga assalomu alaykum. Do'stlar, Bilolbek. Xursand inshaalloh do'stim. Do'stlar, yaxshi bola musulmon dinini mana qabul qildi. Aytayaptiki, uyda xotinim bor deyapti Abu Dabida, uni ham musulmon qilaman borib deyapti. Inshaalloh do'stim. Davay. Ko'rishamiz. Sog' bo'lasizlar aka. Inshaalloh. Do'stlar, bu yog'i qaranglar, Riyadga qarab ketyapman. Riyadda bilasizlar, Cristiano Ronaldo yashaydi. Shu tarafdan o'tib ketaman ekan, Al Nasr tarafdan. Inshaalloh do'stlar, kuzatib turinglar. Iloji bo'lmadi, to'g'risi do'stlar. Shuncha harakat qildim, mana ko'rdlaring. Bilolbek. Bugun 12-oktyabr kechqurun, bugun 124-kunim. Inshaalloh bu yoqqa o'tganimdan keyin antina chiqmay qoladi. Endi qanday tushuntirib olaman? Bilmayapman. Endi til qiyin bularda, arablarda. Bir gap bo'lar do'stlar. Sim karta topib olgunimcha endi bir gap bo'ladi. Kuzatinglar do'stlar. Bu yog'i endi yana o'zim mana palatkalar, bu yog'i joy topib o'shalarda tunab qolaman.